وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün hadis ko'rsatmalar darsimizning 102 darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi taqdirsiz qil tavrimas degan haqda bo'ladi. Bu haqda biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir necha hadislarini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amr ibn As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yaqul kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana qala ve arshu alal ma. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhudan rivayet qilinadiki, u mundaq degan: Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anglagan edim. Allah subhanahu wa ta'ala asman zeminni yaratishdan 50,000 yıl burun barliq mahluqatlarning taqdirlarini Lavhul Mahfuzga yazgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi ki, Allah subhanahu wa ta'ala'nın arshi asman zeminni yaratishdan burun su ustida edi deydi. Demek bu hadisden kuralımız ki bütkül mevcudat barlık şeylerinin yüz birişi, vücutku çıkışı Allah'ın ilmi azilede bikitilgen buyunca buludağallığını kurulalayımız. İkinci hadis Tavus ibn Kaysan el-Yamani'den rivayet kılınan hadis. En Tavus ibn Kaysan el-Yamani ennehu kal أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. أخرجه مسلم. طاووس بن كيسان اليماني radıyallahu anhu'dan onun mundaq deganligi rivoyat qilindi. Tavus ibn Kaysan deydi ki, men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerden nurgun kişilerinin her qandaq narsa taqdir bilan buludu. Her qandaq narsa Allah'ın taqdiri bilan buludu deganligini angladim. Yine her qandaq narsa kainatga yüz bir işte Allah'ın ilmi ezeli bilen, Allah'ın onu bilişi bilen, Allah'ın haişi bilen, Allah'ın takdiri bekitişi bilen vücutku çıkıdı deganligini anladım. O deydi ki, men Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'nun mu mundaq deganligini anladım. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu deydi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: her qandaq narsa taqdir bilan buludu. Hatta acizlik ve güçlülük mü Allah'ın takdiri bilen buludu. Yani dünya işleri olsun, ahiret işleri olsun, her kandak bir işqa gücü yetmeyotgan kiliş, onunla aciz gitgan buluş, ya ki dünya işleri olsun, ahiret işleri olsun, her kandak işte nait güçlük, canlılık buluş, işlerine nait mahir, ustu buluş, bu hemmisi Allah'ın takdiri bilen buludu. Yani aciz adamның acizliğini, güçlük adamның güçlüklüğü o Allah'ın asli urullaştırgan takdiri bilen buludu. Şunu bir adamның simiz buluşu, uruk buluşu, igiz buluşu, paka buluşu hemmisi Allah'ın takdiri bilen bolgan okşaş. Şuna bizning barliq faaliyetlerimiz hemmisi yani Allah'ın ilmi bilen, Allah'ın haişi bilen, Allah'ın takdiri urullaştırışı bilen vücutku çıkıdı. Yeni bir hadis Ebi Hizame radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis. En Ebi Hizame en Ebihi Ya'mer kal sa'altu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekultu ya Resulallah era'aytu ruqan nestarqiha ve dava'an netedava bih ve tuqan netteqiha
Hal taruddu min qadarillahi şey'en qala hiya min qadarillah. Abi Hizame radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki o özünün dadisi Ya'mar radıyallahu anhu'dan hadis bayan qilib berib, o mundaq dedi. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mundaq deb so'radim. Ey Allah'ın peygamberi, sen bizga bir xabar bersen, nurg'un duolar bilan kasalligimizga shifolik talab qilib duo qilyapmiz. Nurg'un dorilar bilan davolanyapmiz. Nurg'un saqlanish vositalari bilan saqlanyapmiz. Mana mushular Allohning taqdiridan bir narsani qaytarib o'talamdi deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularning hammasi Allohning taqdiridan degan. Yana mushuning munosabatli hadisning yana birisi Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. An Hakim ibn Hizam qol qultu ya Rasulullah ruqan kunna nastarqi biha ve adwiyatun kunna natadawa biha hal taruddu min qadarillah qala huwa min qadarillah. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib bu mundaq dedi. Hakim ibn Hizam deydi ki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Ey Allohning payg'ambari, nurg'un duolar bilan biz burundan tatib kasallarimizga shifolik tilab uni o'qib duo o'qib keldik. Nurg'un duolar bilan davolandik. Odatimiz bizning duolar bilan davolanish. Endi bizning mushu o'qigan duolarimiz, davolangan duolarimiz Allohning taqdiridan qaytirib o'talamdi. Yana shu kasallik, shu Allohning taqdiri. Unda da bu duolar Allohning taqdirini qaytirib o'talamdi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu Allohning taqdiridan, umi Allohning taqdiridan degan. Yani biz bu ikki hadisga qaraydigan bo'lsak, mayli nurg'un duolar orqali kasallarimizga shifolik talab qilayli, mayli duolar orqali davolanayli, mayli qo'g'dinish qurollari orqali qo'g'dinayli. Xuddi urush maydonlarida qalqon orqali dushmanning nayza o'qlaridan qo'g'danganga o'xshash shunda qo'g'dinishlar bo'lsin, hammasi Allohning taqdiridan. Ya'ni kesel bulaş aşında Allah'ın takdiri boğunudek, yani kesel insan boğan ağırlık kesel o Allah'ın takdiri boğunudek, Allah'ın ururlaştırışıyla Allah'ın ilmi ezelide bikitilgini boyunca boğunu okşaş, onundan davalanış mı? Yani aşı Allah'ın ilmi ezelide bikitilgen Allah'ın takdirinin katarından buludu. Düşmanga uçuruşuş, düşman bilan urushush Allohning taqdiri ilmi azalida bekitilgan bo'yicha bo'lganga o'xshash. Buningdan qalqonlar bilan bo'lsin, boshqa bir qurollar bilan bo'lsin, qo'g'dinish umi Alloh subhanahu va taolaning taqdiridan bo'ladi. Bu birisi-birisiga zid kelmaydi bu. Deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday tushuncha bergan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Anas ibn Malik qal khadamtu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam 10 sinin. Fama ba'athani fi hajatin lam tatahayya illa qala law qudiya lakan aw laqaddara lakan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga 10 yıl hizmet kıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni mühim bo'lmagan bir hacetlerge evet mitti. Mühim haceti bo'lmasa bir yerga ishqi buyurmaydi. İlla meni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşındak bir hacetlerge mühim bo'lib qolgan hacetlerge buyursa deydi ki laqudiya lakan ev laqudira lakan. Eğer o iş Allah'ın takdiride de takdir kılıngan bolsa, Allah'ın ilmi azilide takdir bikitilgen bolsa, vücutku çıkıdı o, deydi. Yani beni buyurgan işlerini Allah'ın sen bağın, Allah'ın takdiride o takdir kılıngan bolsa buludu, boğmasa boğmaydı deydi. Bu müşahedesinin mezmunu da Anas ibn Malik radıyallahu anhu yeni bir hadisine oturukuydu. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu deydi ki men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge 10 yıl hizmet kıldım. Bu jarayonda bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kılgan bir iş üçün nimişke o işni kıldın dep bakmadı.
Nima sen mana ishni qilding deb bakmadı. Va men qilmagan biri uchun nima ishni buni qilmading deb bakmadı. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oyliklaridan ba'zi menga bir narsani qilganligimga yoki o ishni qilishga tegishli bo'lgan ishdan birini qilmaganligimga yoki qilmayotgan ishdan birini qilib qo'yganligim yoki qiling degan ishni qilmay qo'yganligim qayda man qaysa Rasululloh aytdi da'uhu uni qo'yinglar uningga qaymanglar agar bir narsa Allohning taqdirida taqdir bekitilgan bo'lsa cho'qim u bo'ladi. Yana bu ishni uning mushu anasining yana mushuning qitqanligi Allohning taqdirida bekitilgan bo'lsa bu ish cho'qim vujudga chiqadi. Uni qo'yib qo'yinglar aytdi. Demak, buni darsimizdan shuni ko'rib olamizki, Allohning taqdirisiz qil tavrimas dedik. Yana har qanday ish insonning jami ishlari Allohning urulashtirgan taqdiri bilan bo'lganligini ko'rib olamiz. Endi darsimizning xulosalasiq har qanday narsa dunyoga keladigan, dunyoga kelgan, hozir kelayotgan har qanday narsa u Allohning ilmi azalida yezib allaqachon tamom bo'lib bo'lgan. Allohning yozg'ini buncha bo'ladi. İkincisi har qanday narsa Allohning ilmi bilan, Allohning mashiyati, xohishi bilan, Allohning taqdiri bilan vujudga chiqadi. Shunga bizning barliq ish faoliyatlarimiz, bo'layotgan ishlarimiz Allohning ilmi bilan vujudga chiqadi. Allohning ilmi xohishi bilan, taqdiri bilan vujudga chiqadi. Nurg'un ishlarimizni, tirishimiz emniyetga chiqarammaymiz. Nurg'un ishlar uchun qattiq harakat qilamiz, o narsani qo'lga keltirolmaymiz. O nima desa Allohning taqdirida o ish bizga putilmagan. Nurg'un ishlarga shundaqgina bir sabab qilib qo'ysak, o ishlar vujudga chiqadi. Unda bo'lishi u bizga Allohning ilmi taqdirida asli putilgan ishlar. Shunga barliq ishlar hammasi Allohning taqdiri bilan bo'ladi. To'rtinchisi bu darsning Allohning arshining barligi mavjud ekanligi ham bilinadi. Beshinchisi taqdirga ishonish vojib ekanligini tushunib olamiz. Chunki har qanday narsa yine mayli yaxshilik bo'lsin, mayli yomonlik bo'lsin. Mayli biz uning vujudga chiqishini xohlagan narsalar bo'lsin. Mayli biz uning vujudga chiqishini xohlamayotgan narsalar bo'lsin, hammasi Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Oltinchisi bu darsimizdan bilib olamizki, butkul narsalarni, hamma narsalarni o vujudga kelishdan burun Allah uni biladiganligi. O butkul narsalar har qanday narsani yaratishdan burun Alloh subhanahu va taoloning uni o'zing lavhul mahfuz deganga yozganligi, ashada yozib bekitganligini bu darsimizda ko'rib olamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.